Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtaşlar ve en isil mediyeler alemlerin yaratquchisi ve yegane Rabbi bolgan Allah Ta'alaga xosdir. Allah Ta'ala'nın için qalbimdan mediyeleymen, onunga hamd sana etimen ve şükür qilaman. Bizlerge haq dinni yetkizgen söyümlik Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a durud, dua ve salam yollayman. Onun aile tavabatlarına, sahabelerge ve ta kıyametkice onun yolunda mağadagan Müslüman qeyrindaşlarga bəxt saadet tileymen. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli okurmenlerimiz, emdi huzurunlağa bəxt saadetinin 40 resipi namlı kitabımızını okup berişini davamlaştırımız. 28. resip, hayatınız öz tefekkürünüzün məhsuludur. Ölümalardan biri her kim öz takdirinin ustazıdır degan temada şiir yazgan ekan. Demisimi insan özünün yol xaritasini özü sizidigan, yaxshilik ve yomonlikni öz ixtiyori bilan qiladigan yegona maxluqotdir. İslam mutafakkiri Allama Muhammad G'azali hayotingizni yangilang nomli asrida mundaq deb yozgan. İnsanning baxt saodati yoki baxtsizligi, xotirjamligi yoki beoromligi uning o'zidan keladi. Her qandaq bir ishning va u ishni qiluvchining qimmati uning zehnida mavjud bo'lgan va hissiyotini band qilib olgan o'y fikrlari bilan zich bog'lanishliqdir. Dali Karnik mundaq degan ekan. Tafakkurimiz bizning ishlarimizni belgilaydi. Hayotimiz tafakkurimizning mahsulidir. Bundaqda mushkila to'g'ri tafakkurni tanlash masalasida bo'lmoqda. Agar inson har ishda to'g'ri tafakkur qiladigan bo'lsa, uning barliq ishlari natijalik bo'ladi. Bizni güzel his tuyg'ular ve illiq o'y fikrlar o'rib olganda biz o'zimizni baxtli his qilamiz. Navoda bizni ko'ngilsizliklar o'rib olsa, o'zimizni baxtsiz his qilamiz. O'zimizning kasal bo'lib qolganligini gumon qilib ko'nglimizni bearom qilsak, ko'p hollarda rostli kasal bo'lib qolamiz. Ma'naviy kuchni hech kim inkor qilolmaydi. Shaxslar va kollektiv uchun ma'naviyatning zo'r ta'sirini hech kim inkor qilolmaydi. Küçünü aqidisidan ve maneviyetinden aladigan askerlerinin g'olibiyati, küçünü maddi aslahalardan aladigan askerlerinkinden farqli bo'ladi. Chunki aqida ve axloqning kuchi maddi kuchlarni yengib tushadi. Shunga bütün samaviy dinlarning o'rtaq chaqiriqi axloqni isloh qilish bo'lgan ve axloqni har narsadan afzal ko'rgan. İnsan nafsiyati barcha dinlarning eng ko'ngil bo'ladigan mavzusi bo'lgan. Chunki go'zal axloq har qanday millat ve her qandaq medeniyetinin ronak tepişi üçün asaslı rol oynaydı. Sizning o'y fikriniz hayatınızını belgileydi. Sizning hayatınız kallanızda aylanıp yürgen o'y fikirlerden terkip tabudu. Çünkü sizning hayatınız faqat özünüz qilgan iş faaliyet, qo'lga keltirgan natija ve erishgan g'alaba qatorliqlardan iboratdir. Ularning hammasi dastlabda sizning tasavvur qilganlaringizning natijasi bo'lib, tasavvur planga yetkazgan, plan irodaga o'zgargan, iroda ish harakatni keltirib chiqargan. Ish harakat bo'lsa sizni natijaga va g'alabaga ilib borgan. Ondan sizning bir natijadan keyin yana bir natija, bir utuqdan keyin yana bir utuq qozonish jarayonidagi vaqtingiz sizning hayotingizni tashkil qilgan. Undaqda siz g'aflat uyqusidan uyg'oning. Hayatınızın xaritasini özünüz sizib çıkın. Andın o'y fikringizni ve imanınızını ishga silib harakatga o'ting. Agar siz shunda qilsangiz, hayotida orzu qilganlarga erishgan g'oliblardan bo'lasiz. Bismillahirrahmanirrahim. 29. retsip. Bugunni ching tuting, atini kutmang. Allama Muhammad G'azali hayotingizni yangilang nomli asrida mundaq deb yozdi. Bazı kişiler texi yetip kelmegen kelgüsünün g'emini qilib, bugunning ishiga ko'ngil bo'lishga vaqt chiqaramay qoladi. İnsan baş axiri yo'q o'yga patgan siri, uning tafakkuri bek jiroqlarga ketib qilib, vasvasa, vahima qatorliqlarning hujumiga uchraydi. Ondan bu tafakkur g'am qayg'uga aylanib qoladi. Dali Karnik bizga kelmagan kelajakni kutmay, bugunning o'zini g'animat bilib, hayotda utuq qozongan kishilarning tajribalarini sunadi. Ular bugunni g'animat bilib, harmay ishlash orqali ətinin g'alabasini kapolatga ega qilgan kishilar edi. Bugunni ching tutib, ətini kutmaslik degan Payg'ambar alayhissalomning tavsiyasiga uyg'un keladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Ahli avlodi xotirjam, teni saq, shu kunlik rizqi ilkida bo'lgan holda tong otqizgan odam go'yo dunyoning hamma ne'matlariga ega bo'lgan bo'ladi. Shaksizki, ahli avlodingiz xotirjam, teningiz saq, bir kunlik tomoqingiz hozir bo'lsa, siz rostli dunyoning hammasiga ega bo'lgandek bo'lasiz. Chunki
Bu üç narsa to'liq bo'lganda inson tafakkur qila oladi, aqlini ishilta oladi, hatto dunyoni o'zgartira oladi. Agar bu üç narsaning birasi to'liq bo'lmasa, hayotning ta'mi yo'qoladi, tafakkurning ishki yepiladi, aql turg'unlikda qoladi. Bu ne'matlarni hargiz oddiy sanashga bo'lmaydi. Ba'zi kishilar bu ne'matlarni ko'zga ilmaydi. Natijada o'zining katta boylardan yoki mansabli kishilardan bo'lolmaganligi uchun g'amkin bo'lib, o'zini baxtsizlikka ilib boradi. Bugunni ching tutib, atini kutmaslik deganlik, kelajak uchun plan tuzmang, atini o'ylamang deganlik emas. Albatta, kelajak ko'ngil bo'lish aqlli kishilarning ishidir. Ammo bu yerda so'kilgini kammagan atini o'ylab, bugunni qo'ldan berishdir. Angliyalik adib Thomas Carlyle mundaq degan ekan: biz uchun jiroqdan ko'ringan nishonga ko'z tikish muhim emas. Muhim bo'lgani bugungi ishni bitirishdir. Doktor Aiz Alqarni G'am qilmang nomli asarida mundaq deb yozadi: agar siz atdigan tursangiz, oqshomni kutmang. Siz yaxshiligi va yomonligi bilan o'tib ketgan tunugunni yoki texi yetib kelmagan atini yashamayapsiz. Faqat mushu bir kunni yashayapsiz. Agar siz atdigan tursangiz, oqshomni kutmang. Siz yaxshiligi va yomonligi bilan o'tib ketgan tunugunni yoki texi yetib kelmagan atini yashamayapsiz. Siz faqat mushu bir kunni yashayapsiz. Siz xuddi bugunli dunyoga kelgan va bugunli o'ladigandek mushu bir kuningizning g'amini qiling. Tunugunning hasrati va atining andishisi bilan banit bo'lib qolmang. Siz mushu bir kuningizni g'animat bilingki, bu kunda qilishga tegishli barliq yaxshiliklarni qiling. Alloh uchun namoz o'qish, Qur'on tilovat qilish, Allohning koinotdagi go'zal san'atlari ustida tafakkur qilish, Allohning taqsimotiga rozi bo'lish, tan sog'lomligingizga ko'ngil bo'lish, qiyofatingizni tuzash, boshqalarga manfaat yetkazish va boshqalarning hammasi faqat bugungi bir kunlik ishlaringizdir. Mushu bir kunning soatlarini yillarga, minutlarini oylarga va sekundlarini kunlarga bo'ling. Mushu bir kuningizni boshqalarga azor bermasdan, hasad qilmasdan va o'tganga hasrat chekmasdan tinch salomat o'tkaza olsangiz, g'animat degan shudir. Fakhudh ma ataytuka va kum minash shakirin. Ya'ni men sana ato qilganni qabul qilgin va shukr qilguvchilardan bo'lgin. Qalbingizning ichqitiga bugunni ching tuting, atini kutmang deganni putib eling. Agar bugun issiq, yumshoq va lazzatli bir qatlamini yeyishga nasib bo'lgan bo'lsangiz, tunugunning qattiq neni yoki kammigan atining kutilmagan majhul neni ichingizni survatamdi. Bugun tatliq suv ichgan bo'lsangiz, nima uchun tunugun ichgan sho'rliq suv uchun qayg'urasiz? Agar siz o'zingizga rostchil bo'ladigan bo'lsangiz, po'latdek mustahkam iroda bilan o'zingizni "men faqat bugun uchun yashayman" degan nazariyaga keltira olasiz. Shunda qilgandila, mushu bir kuningizning har bir daqiqasi siz uchun oltindan qimmatli bo'la oladi. Shu vaqtda siz bilim saviyangizni o'stirish, aqlingizni yetildirish, axloqingizni isloh qilish qatorliq muhim ishlarni bajara olasiz. Hayotni eng go'zal suratida ko'rishni orzu qiladiganlar uchun bugunni ching tuting, atini kutmang degan bu so'z saodatlar qomusidagi o'chmas yulduzdir. Kelajakni yetib kelguncha qo'yib turing. Doktor Aiz Alqarni G'am qilmang nomli asarida mundaq deb yozadi: hodisalarni qo'g'lamang. Balini oy kuni to'shishdan burun tug'dirmoqchimisiz yoki mevini pishishdan burun uzmoqchimi? Ata degan hozir vujudda yo'q narsa. Bugun uni siz hargizmi ko'rolmaysiz. Nima uchun fikr xiyolingizni kammagan atining hodisalari, musibatlari va ko'ngilsizliklari bilan band qilib olasiz? Atini biz ko'ralamdik yoki ko'ranmamdik, u bizga noma'lum. Har holda u g'oyibiy olam. U texi zamin yuziga yetib kelgani yo'q. Kelajakni o'ylash uchun zehn sohasining ko'p qismini ayirish, g'ayibning kitobini varaqlab, uningda kutilmoqda bo'lgan ko'ngilsizliklar uchun qayg'urish shariatda cheklangan bir ishdir. Chunki bu texi shoxlanmagan ujumining soyasini talishib, mushlashqanga o'xshash behudilikdir. Ko'pincha kishilar kelajakning ocharchilik, yo'qsullik, og'riq, siloh qatorliq ko'ngilsizliklar bilan to'lgan qo'rqinchli bir olam ekanligidan ansiraydi. Bularning hammasi shayton maktabining darsliklaridir. Alloh taolo Qur'oni Karimda: "Ash-shaytonu ya'idukumul faqra va ya'murukum bil fahsha, vallohu ya'idukum maghfiratan minhu va fadlan vallohu wasi'un alim." Ya'ni shayton sizlarni peqirlikdan qo'rqitadi, yomon ishlarga buyuruydi. Alloh sizlarga o'z mag'firatini va fazlini va'da qiladi.
qayg'urg'uchilarning to'lisi ati och qilishidan, keyinchi kasalga giribdor bo'lib qilishidan ansirab yig'laydi. Umri o'zining ilkida bo'lmagan kishining o'z mulki bo'lmagan narsaga yig'lishi va qayg'urishi hargizmi oqilonalik emas. Siz ati yetib kelguncha uni unutib turing. Atining xabarlari va voqealiklari bilan mashg'ul bo'lmang. Chunki siz bugun bilan mashg'ulsiz. Hurmatli o'qirmanlarimiz, vaqt munosabati bilan bugungi darsligimizni mushada oxirlashtiramiz. Kelar qitim ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.